Olib kelinglar mana, ko'rsatamiz. Bu mahsulot shunaqa mahsulotki, qarang. Otang bobong qilgan ishni qidishlaring mumkin. Otamiz bobomiz tomga to'sin tashlagan. Misol, nima desa bo'ladi, 18, 20, 15 bo'lmagan. Lekin hozirgi kunda qaranglar. Poldirlaganligini tashalayapti, poldirlaganligi. Kimdirlar aytadi, mana 5 sm ga 15 sm poldirlagansiz. Bular yuk ko'tarmaydi, sinib ketadi, boshqa ishlar mumkin. Bular haqiqatan ham loyni ko'tarmaydi, lekin pena betondan lombazni ko'taradi. Bitta ko'rsataylik. Mana. Agalar, bular hamma joyi lagalik tashlangan, haliga to'sin tashlangan joyi yo'q. Hamma joyi. Pena betondan lombas qilish xizmati hozirgi kunda loy lombozga qaraganda 5 barobar yengil mahsulot bo'ladi. Ya'ni loy lombozimiz 100 kg chiqadigan joyga bunimiz 20 kg bemalol 17-18 kg ham chiqadi. 5 barobar yengil va eng asosiysi tarkibida qum, sement, fibra, pena. Mana shu mahsulotlar borligi uchun, misol, sement mahsuloti borligi uchun betonga o'xshab qotib qoladi. Va hamda fibra mahsuloti borligi uchun treshina, ya'ni yorilmaydi. Eng asosiysi qurt qumursqa ham kavlab kira olmaydi. Sababi shu fibra mahsuloti shisha tola, ya'ni umuman kavlab olmaydi. Bundan tashqari nima desak bo'ladi? Pena mahsuloti bor. Pena mahsuloti bir paqirlik rastvorda pena aralashtirilganligi uchun kamida 3-4 paqir qilib ko'rsatadi. Mana shu mahsulotimiz agar pena aralashtirilmaganda ozgina joy og'ir joyga bo'lardi. Pena aralashtirilgani uchun juda ham ko'p joyga yetyapti, lekin qotgandan keyin mustahkamligi, zichligi zo'r bo'ladi. Eng asosiysi do'stlar, qadrlar, loy lombozga qaraganda narxi ham arzon chiqyapti hozirgi kunda. Sababi loy lombozimizni 1 kvadrati 40 ming so'm. Uyda egasi tuprog'ini olib kelib beradi. Bundan tashqari kirani olib kelib beradi. Chunki hozirgi paytda haligi jonga-jon deydigan o'rtoqlarimiz yo'q. Sababi shu hasharga chaqiramiz, ayni ovqat paytga, obed paytga keladi. Hali ish paytga kelmaydi. Bundan tashqari 2 kun oladi. Mana shu misol 150 kvadrat, 160 kvadrat joyda 2 kunda oladi. Lekin pena betondan lombas qiladigan bo'lsalar 1 kvadrati 45 ming so'm. Buni ichiga ketadigan qumi ham o'zidan keladi, sementi ham, fibrasi ham, penasi ham. Uyda egasi faqat suv beradi, to'kib beradi. Agar obed paytga mo'ljallab qolsa, ya'ni obed paytga kelib qolsa, bitta osh qilib beradi. Yaxshi ishlari zo'r bo'ladigan bo'lsa, bitta kompot ochib beradi yoki ko'l ochib beradi. Ustalar shunaqa ishlaydi, akalar ukalar. Hattoki oxirida 3-4 kvadrat o'tib ham beraveradi. Sababi uydaga zo'r qaradi deydi. Ko'rib turibsizlar, mana shu joyimizda hozir 1 soat bo'lmadi deyarli. O'sha ustalarimiz 160 kvadratda 3 soatda qilib beramiz dedi. Ya'ni 1 soatimiz mana bunday izaspan materialiga ketar ekan va 2 soati pena betondan lombas kuyishiga ketar ekan. Bunga paqir, ketmon, ko'lak ishlatilmaydi. Mahsulotlarimiz mana shu shilang, ya'ni 75 talikmi, 50 talikmi? 50 talikga shilang. O'sha 50 talik shilangda chiqyapti, bemalol uspet qilyapti. Bundan nima desak bo'ladi? Mana bunaqa material deydimi? Mana izaspan. Bu izaspan materialimiz havo o'tkazadi. Misol to'silarni chiritib yormaydi, vasalarni chiritmaydi. Eng asosiysi misol nima desak bo'ladi? Uzoq vaqtga yetadi. Chirimaydi-da. Chirimaydi. Shuning uchun mana shu mahsulot, izaspan degan mahsulotlar ham o'zlaridan bo'lyapti. Xullas do'stlar, qadrlar 2026-yilda imoratlarning tom qismiga nima qilsam bo'ladi desalaring, akalar, ukalar, mana pena betondan lombas qilinglar. Qishda issiq, yozda salqin. Misol uyda ichiga ko'mir yoki o'tin yoki misol konditsioner yoki elektr nima bo'ladi, plita yoqadigan bo'lsalaring ham sezilarli darajada rasxod kamayadi. Bu kafolatdan o'tgan, ya'ni sinovdan o'tgan. Ustalarimiz Marg'ilondan kimga mana shunday sifatli ustalar kerak bo'lsa, vodiyda 1 kvadrat 90 deganimda 45 ming so'm. Vohalarga, ya'ni davondan o'tgandan keyin ozgina qo'shilib qoladi. O'zlariga emas, bordi keldi, mashinani gaz puliga. Shunaqa 5 ming so'm qimmat, gap bo'lishi mumkin emas. Xullas, mana shu ustalarimiz o'rniga o'zim ma'lumot berib yubordim, qadrdonlar. Bu videolarga bittadan like bosib obuna bo'lib, tomiga nima qilsam bo'ladi yurgan do'stlarga yuborib qo'yinglar. Xudo xolasa, yoqib turgan bo'lsa videolarimiz like bosib qo'ysanglar ham bo'ladi, akalar, ukalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Videoning pastdagi nomer ustalarimiz nomeri. Tamom. Operatorlik qilyapti Instagram.